Assalomu alaykum. Hurmatli va muhtaram Shavkat Mirziyoyev Romanovich yurtboshimiz. Sizga murojaatim bu qanaqa 21-asr yangi O'zbekiston bu ichki ishlar bilan prokuratura mutlaqo ishlamayapti-ku. Bu ayniqsa Navoiy viloyati ichki ishlari prokuraturasi. Bularda shu bitta gapi juda qoyil qoldim. Firibgarlik, mashinliklik jinoyat emas emish. Shu narsa qonunda bormi? Shu gapi. Navoiy viloyat ichki ishlari, Navoiy viloyat prokuraturasi mutlaqo ishlamayapti umuman. Ishlasa meni masalam hal bo'laydi. Mana shularda respublikaga, bosh prokuraturaga murojaat qildim, ichki ishlar vazirligiga murojaat qildim. Bulardan ham najot yo'q. Navoiydan mutlaqo najot yo'q. Men Milliy Abdulla Murodxo'rovich 1975-yilda tug'ilganman, o'rta maxsus ma'lumotliman. Toshkent viloyati Toshkent tumanida yashayman. Shu masalamga menga bir amaliy yordam bersangiz, o'zingiz bir kontrolga olib, nazoratga olsangiz.